O'zingizdan ko'proq ko'nglingiz to'lmaydimi yoki mendanmi? Sizdan to'lmaydigan odatlari bor. Xo'p, rahmat. Yaxshi dizaynermanmi yoki yaxshi aktrisa? Yaxshi dizayner. Ayollarni tushunish uchun nechta institut tugatish kerak? Shart emas. Institutda tugatish. Ishxonadagilar ko'proq asabingizni buzishadimi yoki menmi? Ishxonada. Uyga sigir olib kelib bersam, har kuni Bir marta sog'ganman, endi shuni gapirib qo'ying. rasmini jo'natib beraman sizlarga. Bo'ladimi? Ana, Shahzoda Qashqadaryoga kelib fermaga ishga kirdi. Yaxshi kino bo'lsa, menga partnyor bo'lib rol ijro qilasizmi? Faqat kinoda men boy qizman, siz esa kambag'al yigitsiz. Voqea bo'yicha. Kinoda o'ynamayman. O'ynamaysiz. Ba'zida menga nisbatan qilayotgan nohaqliklaringiz uchun vijdoningiz qiynalib turadimi? Misol uchun qaysi nohaqlik? Qisqa javob bering. Sekin kashligingizdan pul olaman lekin. Yo'q. Ba'zida nimaga ayollarga qancha pul berilsa ham yetmaydi? Ishlatishni bilishmaydi. Moliyaviy savodsiz ayollar ko'pchilik. Sizningcha ko'p gapiramanmi yo ko'p eshitamanmi? Ko'p gapirasiz. Foydali. Chunki siz rosa gapirishni yaxshi ko'radigan insonsiz. Birinchi turmushga chiqqan vaqtim nima bola universitetdagi domlamga turmushga chiqib qoldim deb o'ylaganman. Qaysi biri mustahkam? Qurayotgan uylaringizmi yoki menga bo'lgan sadoqatingiz? Ikkalasi ham mustahkam. Bittasiga javob berish kerak. Haligacha menga nimani o'rgata olmadingiz? Tejamkorlikni o'rgatolmadim. Siz tejamkor anaqani ko'rmabsiz siz. Savol. Ko'p pul xarajat qiladigan ayollarni ko'rmabsiz. Demak, urushmoqchisiz, Yo'q, ko'rdingizmi? qarang, soch makiyajimni o'zim qilsam, salonga bormasam, umuman xarajatim yo'q. Uyda gaplashamiz. Keyingi savol. Hayotingizni mensiz tasavvur qila olasizmi? Sizmi? Boshqa Yo'q. inson bilanmi yoki umuman? Rosa shunday xavotir olar ekansiz-da, boya ham Yo'q, shuni xavotir gapirdingiz. olmayman. Qiziq. Yo'q, sizcha? Savol berib bo'ldingiz-ku. Yo, tasavvur qila olasizmi, tasavvur qila olmaysizmi? Yo'q, qanaqa qilib turmushga chiqib bo'lganman-ku sizga. To'g'ri. Urushib qolganimizda bo'ldi, yashamayman, gaplashmayman degan vaqtingiz bo'ladimi? O'sha payt faqat. 1 soat, 2 soat gaplashmayman, keyin gaplashib ketaman-ku. Qaysi biriga chidamlisiz, pulsizlikkami yoki mensizlikka? Qanaqa berildi? Yo'q. Qaysiga chidamlisiz? Ha, pulsizlikka chidamlimisiz? Pulsizlikka chidamliman. Chidamlisiz, a?